jigar haqida bugun suhbatlashamiz. Ya'ni ko'pchilikdan bizga savollar kelyapti. Gepatit B, gepatit D qanday tuzaladi? Mana bugun ham bir odam bilan suhbatlashdik. Gepatit B bilan D ni 8 yildan beri davolayman dedi. Dori bilan qanchadir nimalar bilan tushirib o'sha million bo'ladigan viruslarni nolgacha tushirdim. Lekin u yo'q bo'ldi degani emas. U uyg'oq holatda. Ozgina immunitet tushsa yana ko'tariladi degan holatda turibdi. Va hozir ham Qirg'izistondan telefon qilishganda aytishyaptiki, gepatit B ni meni qizim o'sha homiladorlikdan keyin gepatoz bo'ldi, keyin gepatit bo'ldi. Ana shu toksichniy gepatitlar hosil bo'lishiga asosiy sabab endi jigar eng katta filtr organizmdagi. Buni sizlar yaxshi bilasizlar. Bu narsani anatomiyasini sizgacha chuqur tushuntirishimiz ham shart emas. O'sha jigarga har xil bular bo'lmas narsalarni yegandan keyin magazinlardan olib, bular bo'lmas har xil narsalarni ichavergandan keyin alkogol, hissiyotlar juda ham jigarga tez ta'sir qiladigan, jigar birinchi reaksiya beradigan bu hissiyot bo'ladi. Ana shu hissiyotlarimiz to'lib mana bunday qilib soddaroq qilib hozir chizaylik. Mana bu qon bo'ladigan bo'lsa, mana qon aylanishi, sirkulyatsiya bo'ladigan bo'lsa, mana shu sirkulyatsiyani to'liq chizmadim. Jigarimiz mana shu bunday sirkulyatsiyada bo'layotganda shu jigar orqali o'tadi. Mana shu filtr. Bu yerda bo'layotgan qondagi har xil narsalar ham jigar orqali birinchi venaga o'tib, keyin jigarga kiradi. Yegan ovqatlaringiz ham ichaklardan so'rilib keyin jigarga kiradi. Keyin u jigar yana uni tozalab filtratsiya qilib yana qonga qo'shib yuboradi. Endi filtratsiya qilib yana nimaga? Ichaklarga o'tkazib yuboradi. 12 barmoqli. Endi mana bu narsani biz har xil musorlarni yeyorganimizdan keyin jigari bir tarafi mana shunday holatda keta boshlaydi-da mana. Ketib 25% qolguncha jigar 25% qolguncha bemalol funksionerlik qilishi mumkin. 25% ni o'zi ham yetadi. Lekin signal bermaydi bu jigar. Bundagi musor, bu yerdagi chiqindilar, filtr o'zi hamma qondagi narsalardan, toksinlardan tozalagandan keyin, ichkiliklardan, undan keyin stresslardan, siqilishlardan bo'lgan narsalardan bu yerda musor nakopливаться qilgan, yig'ilgandan keyin qayerga ketadi degan narsa bor. To'ppa-to'g'ri aytasiz, agar siz shu haqda o'ylagan bo'lsangiz, bu o't qopiga boradi. O't qopiga. O't qopi ana shu ichida to'plab butun filtrdan o'tgan musorlarni yig'ib, ana undan keyin 12 barmoqli ichakka tashlab yuboradi, keyin yerdan ketdi, tashqariga chiqib ketadi. Lekin shunaqa bo'ladiki, vaqt o'tgandan keyin mana o'sha o't qopingizda qanaqadir bir spazm, qayerdadir siqilish, qayerdadir bir burilish, zagib deymiz, ana shunaqa narsalar bo'lgandan keyin, dimlanish bo'lgandan keyin bu yerda safro qayerga chiqishini bilmagandan keyin, u yerda dimlanib ichida yig'ilgandan keyin, ana undan keyin intoksikatsiya boshlanadi. Ana undan keyin har xil gepatitlar, har xil surunkali kasalliklar kelib chiqishiga ham sabab bo'ladi. To'g'rimi, yo'qmi? Ana undan keyin bo'ladiki, siz u o't qopini kesib tashlaymiz, bu toshga aylanyapti, bu tosh yig'ilyapti deb operatsiyaga, jarrohlik amaliyotini qo'llashgan. Lekin shunaqangi usullar borki, hech qanday jarrohlik amaliyotsiz o'sha o't qopini tuzatish, tiklash mumkin. Jigarni o'zini tiklash qobiliyatiga ega, tiklash imkoniyatiga ega. Biz hozir har xil detokslar bilan ichaklarimizni tozalaymiz, har xil haligi soklar ichamiz tozalashga. Endi bu qarang, pechka bo'lsa. Pechkaning ichiga o'tinlarni tiqyapsiz, juda ham sifatli o'tinlar tiqyapsiz. Lekin pechkani o'zi mana yig'ilib qolganda, to'lib qolgan, dimlanib qolgan. U narsaga yana o'tin tiqqan bilan yonadimi? O'zingiz savol beringda. Siz uni tushunasiz, yonmasligini. Qanday pechkani tozalaymiz bo'lmasa degan savol bo'lganda yana bir narsalar tiqishga harakat qilamiz. Kimdir goladaniya, och qolishga o'tadi. Och qolib turib, o'sha jigarimni tozalayman deb o'ylaydi. Och qolganingizni ma'lum bir vaqti bo'ladi.
safro organizmga chiqib, to peristaltikasi o'sha yurib ichkaridagi ichaklarni o'zi tozalab, jigarda ham o'zini o'zi tozalash mexanizmi ishga tushirish birinchi navbatda asab tizimi bilan bog'liq. Asab tizimi, любой nevropatologdan so'rang, любой o'sha nimadan so'rangki, asab qisilganda bizni a'zolarimiz ichimiz qisiladi. Qisilgandan keyin bo'lib turgan ishini ham xuddiki bir botqoqda botib qolgan mashinaga o'xshab g'ing bo'lib qoladi. Bo'layotgan ishni ham qiyin yuradigan bir holat bo'lib qoladi. Endi nima qilish kerak bunga? Bunga hozir dori bilan siz aytadi-ku, yeganing ovqat bo'lsin, doring dori ovqat emas, ovqating dori bo'lsin deb. Yegan narsamiz shunday bo'lish kerakki, birinchidan biz nafsimiz, mana bu hammamiz bilamiz, bu bizning nafsimizdan keladi. Har narsani tiqib o'rganimizdan. Nima uchun biz alkogolga berilamiz? Nima uchun biz har xil narsalarga, haliga stressga tushganda, siqilganda bir xil yeydigan bo'lib qoladi faqat. On kelgan narsani, shirinlik ham yeydi, yog'li ovqatlarni ham bosib yeydi. Qayerdan keladi? Rohat izlayapti. Har qanday inson tashqaridan rohat. Nega? Uni просто hozirgi yashashi maza bermayapti. Uni miyasi, ongi xuddiki haligi programma xohlamayman programmasi. Yashashni xohlamayman. O'zini o'zi o'ldirish deydi buni, boshqachasiga. Birdaniga o'zini o'zi o'ldirib qo'ygisi kelmaydi. U sekin o'ldira boshlaydi o'zini. Har xil ortiqcha ovqatlar bilan, har xil ortiqcha siqilishlar bilan, g'azab bilan, shu o'zini o'zi bir tenga olmaslik bilan, hurmat qilmaslik bilan tanasini, o'zini ana shu bo'layotgan vaziyatlarda qurbon bo'ldim deb o'ylab, ana shu mana bir sirozdan chiqayotgan odamlarni fe'l-atvorini analiz qilib kuzatganimda, hammasi bolam chaqam deb kechasi bilan kerak bo'lsa ishlagan. Oyligi yaxshi. 10 million, 15 million, 20 million kamida topishi mumkin. Lekin o'zini inson sifatida nima deydi? Shunday hurmat qilib o'ziga nisbatan bir namoyon qilish emas, imkon qadar o'sha o'zini o'zi qiynavoradi. Tanasini ham, o'zini ham. Noto'g'ri ovqatlanish degan haqida gapirdik. Endi nima qilish lozim? Birinchi navbatda sharoit, rahbar sifatida siz o'z tanangizning rahbari sifatida mana shu o'ng qo'l ostingizda joylashgan mana shu a'zoga tozalash mexanizmi bor o'zini. O'sha tozalash mexanizmini ishga tushirishimiz kerak. Bu tozalash mexanizmini ishga tushirish insonni ongi bilan bog'liq. Biz maxsus ana shunday mashg'ulotlar, masalan, mana shu jigarimizni sirroz holatiga tushib qolgandan operatsiyaga degan joydan ana shuni tozalab mana yaqinda ham gepatit B ni отрицательный, ya'ni yo'q, nolga tushdi deb ko'rsatyapti. Kim uchundir bu mo'jiza, kim uchundir bu tasodif bo'lmagan narsa deb o'ylashi mumkin. Lekin sirroz chiqib borishiga insonning o'zini fe'li, o'zini yondashuvi. Agar inson xohlasa o'zini tanasiga yordam berishni, biz unga qadam-qadamlik bilan har kuni nima qanday ishlar qilishini unga ko'rsatib boramiz. 10 kun shug'ullansa yetadi unga. Jigarini o'rganish uchun va unga kerakli sharoit yaratib berish uchun. Lekin ko'pchilik qilmaydi buni. Nega? Ular ko'pincha mana hozir ham bittasi vodiydan telefon qilganimizda orjinday o'zini kasalligini xuddi mendan yaxshi biladi, u vrachlardan yaxshi biladi. Biz ularni oldida bilmasvoymiz. Shuncha narsani bilar ekansan, nega 8 yildan beri hali ham chiqib ketmayapsan kasallikdan degan savol. Siz ham qadrli tomoshabinlar, mana bilasiz. Nimaga hamma narsani bilamiz-u, kalamizda bor-u, lekin sog'lig'imiz hali o'ziga kelmagan. Demak, bilimni o'zi, intellektni o'zi yetarli emas. Intellektni o'zi yetarli emas. Aql ilmi yetarli emas. Qalb ilmi bor, chuqurroqda, rezervlar bor, ishlar bor. O'shanga ta'sir qilishni va ichkariroqqa kirishni o'rganish kerak bo'ladi. Bu sizni aqlingiz lol qolish kerak bo'lgan, aqlingiz tan berish kerak bo'lgan ishlar bor. Tan berish kerak bo'lgan ishlar bu qachonki sizni aqlingiz oldinga chiqib, hali bezovta bo'lib tanani qiynavermaslikda ko'p kasalliklar aqlda har xil bidiridan boshlanadi. Aql jim holatda bo'lsa, sizni hissiyotlaringiz, tanangiz xotirjam bo'ladigan bo'lsa, xuddi bir dengizni tubida sokinlik bo'lgandek, sizni jigaringiz
tinch orom ola boshlaydi. Ana shunaqa paytda o'zini o'zi uyg'unlashtiradi. O'zi har qanday kasallik bu xuddiki musiqani ritmi o'zgarganidan bo'ladi. Sirkulyatsiya tanamizda ma'lum bir quvvatlar, mehr muhabbat aylanib yuradi. Ana shu muhabbat, ana shu quvonch pasayib ketgandan keyin odam nima qiladi? Ichkilikka, chekishga, atrofdan bir qanaqadir xursandchiliklarni qidirishga. Nega yosh bola, masalan uchun 3 yosh, 4 yosh bola zerikmaydi. Chunki u 100% kirishib mazza qilib o'ynaydi. Katta odam hamma narsani bilaman degan narsasi bilan charchab qoladi o'zi. U biladi, lekin kam his qiladi. Shuning uchun tanamizni energiyaga to'ldirsak, biz ichki quvvatga to'ldirish mashqlari bor maxsus va qadam-qadam mana shu ham jismoniy tomonlama, ham psixika tomonlama shug'ullana boshlaganimizdan keyin gepatit B ham, D ham so'rilish ehtimoli oshadi. Sirroz ham ketadi. Agar buni qilmasangiz, u nekroz bo'ladi, sirroz bo'ladi. Undan keyin u gepatoz, ya'ni yog' to'planish holatlari ehtimoli kuchayadi. Sizda ikkita yo'lingiz bor. Bittasi siz o'zingiz tanangizni o'rganishga harakat qilasiz, kirishasiz. Hozir siz aytishingiz mumkin kommentariyada bizga bir mashq bermaysizmi? Siz mashq berganim bilan siz qilmaysiz-ku baribir. O'zingizni tanangizga dangasalik qilgansiz, behurmat qilgan odamga qanday qilib men yana mashq berganim bilan siz uni qilasiz. Shuning uchun sizni narsa ichishingiz ham, dieta qilishingiz ham mashqlar ham emas bu yerda. Bu yerda birinchi navbatda sizni anglashingiz, tanangizni kuzatishni o'rganishingizdan boshlanadi. Uni esa biz maxsus Telegram kanalda hali jigar uchun, oshqozon uchun, bo'g'imlar, umurtqa pog'onasi bilan aloqasi bor, qonni yaxshilab yangilash kerak, immunitetni ko'tarish kerak. Gepatit B qanday tuzaladi degan savoliga men aytayapman, virus bo'lsa gepatit. Virus. U virus kirib keldimi, demak dushman kirib keldimi, seni himoyachilaring kuchsiz bo'lib qolgandan keyin kirib keladi. Mahalliy immunitet bor. Umumiy immunitet bor-da. Masalan, biror joyingizda siz shamollab qo'ysangiz, oyog'ing shamollab qolibdi, sizda miyozit bo'lib qolibdi deydi. Nimaga ikkinchi oyog'im ham shu yelvizakda yotgandim-ku desa, bu oyog'ingni mahalliy immuniteti pastroq ekan deydi. Nima qilish kerak? O'sha mahalliy immunitetni ko'tarish kerak. Immunitet esa dori bilan ko'tarilmaydi. Meni o'zimni oyoqlarim terilardi, doim sovqatardi, qo'llarim terilardi. Ana shu holatda o'tirib qiladigan ustozlarning mashqi, o'tirib yugurish emas, odamni miyasi xalloslash deydi. Bu yana bir marta aytayapman, haligi ichida ber, faqat yeyman deydigan odamlar uchun emas bu. Hozir men aytayotgan narsam. Men o'zimni tanamga bu dunyoga men kasal bo'lish uchun, faqat yeb yotish uchun kelmadim. Men bu dunyoda o'zimni topishim uchun, nimagadir hafsalam bo'lmayapti hayotga. Pulim bor, mashinam bor, uyim bor, lekin hafsalam yo'q deyotgan odamlar uchun. Nimagadir jigarim kasal bo'lyapti deyotgan odamlar uchun men murojaat qilaman. Va shunaqa odamlarga men aytayapmanki, sizni oldingizda tanangizga ta'sir qilish ilmi bor. Faqat unga yondashuv kerak. 10 kun mashg'ulot kerak kamida va 30 kun yana uni odatga aylantirish kerak. Ikkinchi yo'li bor. Siz Telegram kanalida videolarni ko'rib borishingiz mumkin. Bepul. Qilib pulini so'raydi. Bepul Telegram kanalida biz mashg'ulotlarni berib borsak, bepul berib boramiz. Keyin YouTube'da har xil videolar berib boramiz. YouTube'dagi videolarimiz ham ochiq kanallarda, lekin ularning ichidan menga yanada chuqurroq ilm bering deganlarga biz tanlab olamiz. Chunki hikmat izlaganga hikmatdir dunyo, kasallik izlaganga kasallikdir dunyo. Inson men o'zim shug'ullanmoqchiman, menga alohida bir kerakli yondashuv bering deganlarga biz keyin qadama-qadamlik bilan ularni o'ziga yondasha boshlaymiz. Ana shunda u yangilanadi o'zida. Kimdir bu shunaqa ekan, u qarang, hamma katta kuchli narsalar oddiy narsalarni esa biz agar qabul qilmasak, faqat tanamizni va aqlimizni kuchidan foydalanib qolamiz. Lekin undan ichkarida hayotiy quvvatlar bor, ularni ishga tushirganingizdan keyin har qanday kasallikni chiqarib olasiz. Har qanday kasallik. Ya'ni birinchi navbatda yashashga nisbatan sizda xohish paydo bo'lishi kerak.
surunkali kasallarni eshitib deydilarda ustozlar. Eshitib tursang, ko'pincha o'zini kasalligini shunaqa oqlaydi, seni nohaqligingni shunday oqlaydi. O'zi bo'lmasa, mana Yaponiyada uyalishadi kasalliklarni aytishga deydi. Nega? Chunki biladi o'zi kasal qilganligini. 70% insonni o'zini ichida kasal bo'lish yo bo'lmaslik. Ana, lekin siz buni yaqinlaringizga jo'natsangiz bu videoni, yo bir qadrdonlaringizga jo'natsangiz, u ko'rib aytadi, o'ziga olgisi kelmaydi. Kuchli odam faqat o'ziga tan oladi. Men o'zimni tanamni barbod qildim. Men o'zimni tanamni ancha-muncha charchatib qo'ydim. Men o'zimni tanam bilan shug'ullanishim kerak deb kuchli odam tan oladi. Agar sizni yaqinlaringiz mana shunday kuchli odam bo'lsa, men aytamanki, qo'y. Siz bilan ekran orqali gaplashib turganimni xursandman. Va sizga men xizmat qilishga tayyorman. Chunki siz tuzalganingizdan keyin ko'p yana boshqa odamlarga yordam berasiz. Lekin bersang, men bermasang o'ylayman deydigan odamlar bor. Ularning tanasini tuzatib qo'ysangiz ham bor-ku, yana sizdan norozi bo'laveradi. Chunki o'zidan norozida u. Ana shunaqa odamlar bu hayotda vrachlar tellab pishib ketadi ularni tuzataman deb. Lekin baribir yoqasidan ushlaydi kerak bo'lsa vrachni. Shuning uchun tuzalmaydigan kasallik emas, tuzalmaydigan fe'l bor deydi. Fe'l. Shuning uchun Xudo xolasa inshaalloh mana shunday o'zim bilan shug'ullanaman, kirishaman. Men tanamni bu dunyoga kasal bo'lib yotish uchun emas, mana Turkiyadan qatnashayotgan ayol. Eri aytgan ekan, sen bilan yashayapman, lekin sen kasalsan. Bunday degan ekan. Sen bilan yashashga ham hattoki hayotim to'xtagan holatlar bo'lgan ekan. Ana shu ayol o'zim bilan chiqib ketaman, kasalligimni chiqarib yuboraman deb 10 kun, 15 kun ichida shunaqangi natijalar ko'rsatyapti. Ixlos bilan kirishyapti. Siz tayyormisiz? Agar sizning fikrlaringiz qanday, ana shu jigaridan sozlagan odamlarni keyingi etaplardagi muvaffaqiyatlar kutyapti. Butun umr tanangiz uchun yashamang. Tanangiz bu vosita hayotda boshqa maqsadlaringizga erishish uchun. Ko'rishguncha izohlarda fikringizni qoldiring.